Limited Winning mashinalarni haydashni yaxshi ko'radigan akalarimiz. Bugun Qarshilarda BMW M4 KS dunyo bo'yicha 1700 ta dona ishlab chiqarilgan rang uchun bitta lakkayamiz. Mashinaning rangidan tashqari o'ziga jalb qiladigan narsa bu o'zining diskalari bo'ladi. Kovunli diska taqilgan mashinamizga Michelin balonlarda raznashroki bo'ladi. Oldiga 20, orqaga 21 diametrda diskalar taqilgan. Ko'rishingiz mumkin karbon keramikada tormoznoy sistema bilan. Mashinaning orqa ko'rinishi san'at asari bo'lib yotibdi. Orqa spoiler mashinaga yanada chiroyli vid bergan. Orqada ko'rishingiz mumkin qizil yozuvda M4 KS yozuvlari bor. Bu bekorga emas. Tomlarimizda ham qizil liniya va kapot ustida ham qizil liniyalar qilingan. Kapotimiz tagida 3 litrli twin turbo dvigatel 550 bitta ot kuchi 0 dan 100 km ga bor yo'g'i 3-2 sekundda tezlanadi. Endi mashinamizning ovozini eshitamiz. Avtomobilimizning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Barchalarni Turo Avtoda kutib qolamiz.